Ro'molga qarshilik qilganlarga ham gap shu. Ularga ham janoza buyurmaydi. Ular avora bo'lib, o'ligini sudrab masjidga olib kelishmasin. Ularga islom kerak emas. Ularga Allohning buyrug'i o'tmabdimi? Endi Allohning buyrug'iga yurmagan odamlarga janoza ham kerak emas. Ular do'zaxdan qo'rqmaydilar. Ularga jannat kerak emas. Ularga duo kerak emas. Ularga masjid kerak emas. Kerak bo'lganda tiriklik mahalda masjidni hurmat qilardi, namozni hurmat qilardi, ota-bobolari, momolari o'ragan tabarruk ro'molni hurmat qilmasmidi? U o'zini millatini hurmat qilmagan, dinini hurmat qilmagan, momolarini yuzga oyoq qo'yishga, yuzini qora loy bilan chaplashga tayyor bo'lganlarga sadqai janoza ketsin. Ularga sadqai duo ketsin. Ularga masjidning eshigi yopilishi kerak. Qachongacha biz endi shularga yalinib, okaxon, opaxon qilib yuraverishimiz kerak? Biz urmaymiz, so'kmaymiz, urushmaymiz, boshqa qilmaymiz. Faqat shu silliqqina janoza o'qimaymiz. Yaxshimi? Urgan so'kkandan ko'ra shu yaxshidir. Ularni biz haqorat qilayotganimiz yo'q. Sizga u yo'l, bizga bu yo'l. Lakum dinukum valiyadin. Quliyo surasida Alloh taolo o'rgatgan payg'ambarga, sizlarning dininglar o'zingizlarga, bizni dinimiz o'zimizga. Sizga o'sha Marksning dini muborak bo'lsin. Yuravering, ketavering, bemalol hamma yoqingizni ochib yuboring bizga deb. Lekin bizga tegmang. Biz yo'limizga yurmadingiz, yurmaganingiz ham yetmagandek qarshilik qildingiz, oyog'imizdan chalishga harakat qildingiz, qizlarimizga erk bermadingiz, ularni o'zbek bo'lib, musulmon bo'lib yurishga qo'ymadingizmi? Endi bo'pti, oramiz ochiq, siz musulmon emas. Boring, siz musulmonlik da'vo qilganda ham, lekin fosiq, fojirligingiz aniq. Islomga, islom marosimlariga, islom urf-odatlariga qarshi ekaningiz aniq. Shuning uchun mana shu tomondan Xudo xolasa biz shunga amal qilsak bo'ladi.